hozirda soat necha bo'ldi? 11:18. Soat 12dan kasallarni qabul qilaman. 12dan 2gacha deganman. Hayit bayramlaringiz bilan tabriklagim keldi hammangizni. 10 gradus issiq. Mana Sankt-Peterburg. Mana yaqinlashib qoldim ishxonamga. Chaynikov, plat marmelada. Sog' salomat bo'linglar azizlarim. Hammangizni yaxshi ko'raman. Kunlaringiz yaxshi o'tsin. Mana shunaqa hayit bayramlarni ko'pini ko'rishni Alloh nasib qilsin hammamizga. Soat 12dan 2gacha qabul qilaman. Kasallarim keladi. Yana gaplashamiz. 2dan 4gacha yana arab tili bo'yicha xudo xohlasa. Mana shunaqa hayit bayramlaringiz yana bir bor qutlug' bo'lsin azizlarim. Hammangizni yaxshi ko'raman.